2003-yilda dunyodagi bolalarga beriladigan World of Children Awards mukofoti kanadalik 11 yoshli Ryan Herliakka beriladi. Bola bu nufuzli mukofotni bejiz olmagandi. U 6 yoshidan boshlab pul to'plab, Afrikadagi qishloqlarga suv chiqarib berishga hissa qo'shib kelayotgandi. Dunyoning qaysidir chekkasida 6 yoshli bolalar ota-onasiga arzimagan narsa uchun xarxasha qilib yurganda, Ryan Herliak o'zi ishlab topgan pullarni afrikaliklar uchun quduq qazishga bergandi. Barchasi 1998-yilda Ryan 1-sinfda tahsil olib yurgan paytida o'qituvchisining Afrika haqidagi hikoyalarini tinglashdan boshlangandi. O'qituvchi ayol bolalarga Afrikada toza ichimlik suvi yetishmasligi, millionlab odamlar loyqa suvlarni ichishga majbur bo'lishi, ularning bir qismini bolalar tashkil etishi va oqibatda aholi orasida turli kasalliklar kelib chiqishi haqida hikoya qilib beradi. Ustozining hikoyalari o'sha paytda 6 yoshda bo'lgan va toza suvga mo'l Kanadada yashayotgan Ryan Herliakka juda qattiq ta'sir qiladi. O'shanda u avvaliga hayron qoladi. Oddiy bir jo'mrakni ochsa suv tushadi-ku. Afrikaliklar nega shunday qilmaydi deb o'ylaydi. Shunda o'qituvchisi unga Afrikada suv Kanadada bo'lgani kabi serob emasligini, qit'aning juda katta hududida ichimlik suvi tanqisligini, shu sababli uylarda jo'mrak yo'qligini tushuntiradi. Shundan so'ng Ryan afrikaliklarga yordam berishga qaror qiladi. U so'rab surishtirib, Kanadada tashkil etilgan Water Can tashkiloti afrikalik bolalar uchun $70 evaziga quduq qazib berishi haqida eshitadi. Shundan so'ng Ryan ota-onasi bilan maslahatlashadi. Onasi unga pul yig'ish uchun ishlash kerakligini aytadi va agar uy ishlarida yordamlashsa, bu uchun pul to'lashini ta'kidlaydi. Ryan onasiga uy ishlarida yordam beradi. Keyin qo'shnilarga ham yordam berib, pul ishlaydi. Shuningdek, ota-onasi maktabda ishlatish uchun bergan pullarni yig'a boshlaydi. Ryan 4 oyda $70 pul yig'adi va Water Can tashkilotiga aloqaga chiqadi. Tashkilot xodimlari unga $70 ga quduq qazib bo'lmasligini, bu ish uchun kamida $2000 kerak bo'lishini aytadi. Ryan tushkunlikka tushmaydi va sabr bilan pul yig'ishda davom etadi. U qo'shnilarning yumushlarini bajarib, avvalgidan ham ko'proq ishlay boshlaydi. Sinfdoshlari pul yig'ishda yordamlashishadi. Nihoyat Ryan 1 yil deganda $2000 pul yig'adi va 1999-yil yanvar oyida pullarni afrikaliklarga quduq qazib berayotgan Water Can tashkilotiga yuboradi. Tashkilotdagilar Ryan yuborgan pullar Uganda shimolidagi Angola nomli qishloqda joylashgan maktabda quduq qazish uchun ishlatilishini ma'lum qilishadi. Ko'p o'tmay Water Can tashkiloti o'sha maktabda quduq qazib beradi. 2000-yilda Water Can tashkiloti Ryanni u yig'gan pullarga qazilgan quduqni ko'rsatish uchun bolani Ugandaga olib boradi. Ryan Angola qishlog'idagi maktabga boradi va u yerda qilingan ishlarni ko'radi. Shundan so'ng Ryan to'xtab qolmaydi va Afrikada quduq qazdirish uchun pul to'plashda davom etadi. Bu paytga kelib bolaning bu ishi u yashab kelgan Ontario provinsiyasidagi Kemptville shahrida shov-shuv bo'ladi va odamlar unga pul yubora boshlaydi. Shu tariqa Ryan 2 yilda $61000 pul to'playdi va Afrikada ko'plab quduqlar qazilishiga sababchi bo'ladi. O'sha paytda Ryanning ishi haqida xabar topgan Kanada xalqaro rivojlanish agentligi bola yig'gan har bir dollar yoniga $2 dan qo'shishini ma'lum qiladi. Ko'p o'tmay Ryanning xayrli ishlariga AQSh va boshqa davlatlar ommaviy axborot vositalari e'tibor qaratishadi. U haqda gazetalarda maqolalar beriladi. Ko'rsatuvlar suratga olinadi. Hatto Ryanni Amerika Qo'shma Shtatlarida mashhur boshlovchi Oprah Winfrey olib boradigan shou dasturiga ham taklif qilishadi. 2001-yilda Ryan Herliak Afrikada odamlarga toza ichimlik suvi chiqarib berishda bevosita qatnashish uchun Ryan quduqlari Ryan's Well Foundation deb nomlangan xayriya fondini tashkil etadi. Ryan o'rta maktabni bitirgan paytida u tashkil etgan xayriya fondi ancha kengaygan va juda ko'p joylarda muhojirlarga quduqlar qazib berayotgandi.
Masalan, birgina 2015-yilning o'zida Ryan's Well Foundation Afrikadagi bir qancha davlatlarda 900 ta quduq qazib beradi va 800 mingdan oshiq odamning toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishiga hissa qo'shadi. Ryan tashkil etgan xayriya fondi avvaliga Afrika davlatlarida quduq qazigan bo'lsa, keyinroq uning geografiyasi kengayadi va boshqa qit'alarga ham kirib boradi. Shuningdek, fond qurg'oqchilik hukm suradigan davlatlarda quduq qazib bergan bo'lsa, yog'inlar ko'p tushadigan davlatlarda yomg'ir suvlarini yig'adigan sig'imlar o'rnatib beradi. Jumladan Hindiston, Karib dengizi havzasidagi Gaiti, Gvatemala kabi davlatlarda shunday qilingan va ularda aholi suvga muhtoj joylarga yomg'ir suvlarini yig'adigan sig'imlar barpo etilgan. Ryanning xayrli ishlari bir qator taniqli shaxslarning e'tiborini ham tortadi va ular xayriya fondining faol targ'ibotchisiga aylanishadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida taniqli boshlovchi Oprah Winfrey, Britaniya qiroli Charles III, taniqli Gollivud aktyori Matt Damon, angliyalik antropolog Jane Goodall shular jumlasidandir. So'nggi yillarda Ryanning fondi har yili millionlab dollar yig'moqda va u bu pullarga dunyoning turli burchaklarida toza ichimlik suvi chiqarish uchun quduq qazimoqda. Xayriya fondi ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2025-yilda dunyoning 17 ta davlatida 1800 ta quduq qazilgan va natijada 1,6 million nafar odam toza ichimlik suvidan bahramand bo'lgan. Hozirgi paytda Ryanning fondi 12 davlatda hamkorlarga ega. Ular toza ichimlik suviga eng muhtoj bo'lgan hududlarni aniqlaydi va bu haqda xayriya fondiga ma'lum qiladi. Fond ular bergan ma'lumotlar asosida quduq qazuvchilarga buyurtma beradi va shu yo'l bilan odamlar toza suv bilan ta'minlanadi. 2019-yilda Ryan's Well Foundation xayriya fondining ijrochi direktoriga aylanadi va hozirgacha u shu vazifada ishlamoqda. Shuningdek, u dunyoning turli davlatlarida bo'lib, ma'ruzalar o'qiydi, o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadi. Ichimlik suvi muammo bo'lgan hududlarda masalani qanday oson va tez yechish bo'yicha o'z maslahatlarini beradi. Yuqorida aytib o'tdik, Ryan ilk nufuzli mukofoti World of Children Awards mukofotini 2003-yilda 11 yoshida ekanida olgandi. 2004-yilda u AQSh taniqli huquqshunosi Paul Harris nomidagi stipendiyaga sazovor bo'ladi. 2010-yilda Ryan My Hero Project loyihasi sovrini bilan taqdirlanadi. Shuningdek, unga Ontario provinsiyasining oliy mukofoti, Ontario ordeni, Kanadaning xizmatlari uchun medali, Britaniyaning Gersog Edinburg'skiy oltin mukofoti, xalqaro Wolf mukofoti, Janubiy Afrika Respublikasining Nelson Mandela nomidagi mukofotlari beriladi. Ryanning faoliyati haqida bir nechta hujjatli film suratga olingan. Ko'plab ko'rsatuvlar tayyorlangan. Ryan hech qachon xayriya fondi ofisida o'tirmaydi. U doimo ishlar qanday ketayotganini bilish maqsadida turli davlatlarda aylanib yuradi. Ryanni hali u davlatda, hali bu davlatda suvga muhtoj odamlar va maktab o'quvchilari qurshovida ko'rish mumkin. Ryan Herliak hozir 33 yoshda va o'z xayriya fondi bilan dunyo bo'ylab quduqlar qazishda va yomg'ir suvlarini to'plash uchun sig'imlar tayyorlab berishda davom etmoqda.